Fasllar qachon almashadi? Endi bu xalqaro qonun-qoidalarga ko'ra 1-mart bahor kirib keladi. 1-iyunda yoz kiradi. 1-sentyabrda kuz fasli bo'ladi. 1-dekabrda esa qish fasli boshlanadi. Endi astronomik almashuv ham bor. Bu 21-mart kuni bahor kirib keladi. Qo'y burji deymiz. Hamal. Mana shu bilan yil ham almashadi, bahor ham kirib keladi. Yil almashuvi deyishimizning sababi 21-mart kuni 12 ga 12 bo'ladi. Bir kun 24 soat bo'ladigan bo'lsa, 12 soat tun, 12 soat kun bo'ladi. Shu bilan yangi yil boshlanadi. 22-iyun kuni saraton boshlanadi. Saraton burji. Mana shu burj yoz faslining boshlanishi bo'ladi. Bu astronomik hisob bo'yicha. Kuz fasli esa 24-sentyabrda mezon, tarozi burji bilan boshlanadi. Bizda shundayki, bir yilda 2 marotaba yil ayriladi. Ya'ni 12 ga 12 bo'ladi. 24-sentyabr kuni kun ham tun ham 12 soatdan iborat bo'ladi. Bu hamal burji bilan farqi shundaki, hamalda 12 ga 12 bo'lgandan keyin tun qisqarib, kun uzayib boradi. Mezonda esa 12 ga 12 bo'lgandan keyin kun qisqarib, tun uzayib boradi. Endi qish qachon kiradi? 22-dekabrda tog' echkisi burji kirishi bilan boshlanadi. Bularning hammasi astronomik hisob-kitoblar bo'yicha.